Mını kuzupam, texpasportam 2016 yıl ekan. Sizlere Spark'ni zo'r bahada koyamiz. 2016 köp so'rab turibdilar Spark mashinani. Mashinamiz tayyor holatda, metan gazlar hamma narsalari bor. 170 ming, 70 ming ekan probegi. 70 ming kilometr yurgan. Bahosi 56 milyon so'm. 56 milyon so'm. Mashina hech yerida udar yo'q, kraskasi yo'q. Meyda shunda ozgina kusok dizgen yerim bor dedi. Ozgina o'zlari uchun ko'rsatib tekshirtirib olaverasizlar. Igadan keldi mashina, ximchiska qildiribdilar. Bellarida ham qirchiqlar yo'q. Birinchi pozitsiya 2016 56 milyon so'mga bosib beraverasizlar. 71 ming ekan probegi. Video registrator bor, Magigar pult bor. Neoline radarni ham qo'shib beramiz. Shu radarni bonusini qo'shib beramiz. Simi gamin turibdi, simini ulab berasizlar. Xo'sh, orqalari 56 milyon so'mga kelib ketaverasizlar. Metallari hamma vaji bor. Tayyor mashin. Balonlar ham toza ekan hali. Motorlarni ham ko'rsatib o'taman hozir. Bir like'larni bosib qo'yinglar og'alar. Sizlarga qo'ldan kelgancha arzon qilib qo'yib turibmiz. 56 milyon so'm, 16-yil mashina. Naqd pul bilan kelsangiz ustunda 1 so'm, yarım so'm yana tortishamiz. Demak, bunda yana ko'rib turganlaringizdek akkumulyator, ABS, motorlari ochilmagan, klapan buziladi bular ko'ri. Hali hech yerdan kirish deyman ekan. 71 ming probeg, 2016 bosib beraverasizlar.